Xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashi deputati Gulnora Ahmedova. Biz mana shu kutubxona bilan necha yillardan buyon hamkorlik qilamiz va eng muhimi bu yerda ishlayotgan har bir xodimni yaxshi bilaman. Ularni mashaqqatli, zahmatli va shu bilan birgalikda e'zozli mehnatlarini har doim bir alohida ehtirom bilan yodga olamiz. Eng muhimi bu kutubxona ana shu noldan paydo bo'lgan kutubxonadir. Birinchi kelganimda bu joyda ana shu eski kitoblarni ularga qayta umr bag'ishlash uchun har bittasini muqovalarini, varaqlarini yamab turishgani holatini ko'rgan edim. Va bugungi kunga kelib turib bu kitoblar qayta umr baxsh etilgan kitoblar insonlarning qo'lida ularni bilimini boyitish uchun xizmat qilayotganligidan juda ham mamnunman. Eng muhim jihati bu kutubxona bilan mana shu necha yillardan buyon bo'ladigan bo'lsa, bizni hamkorligimiz bir jihatdan namoyon bo'ladi. Ya'ni mahallalarda biz ko'chma kutubxonalar tashkil qilgan edik. Bu ko'chma kutubxonalarda asosan mahallalarga borib qiziqarli kitoblarni kichik xonalar tashkil qilib, aholini jalb qilishga, ayniqsa uy bekalarini, yoshlarni jalb qilishga harakat qilgan edik. Mana rahbar Dilfuzaxon bilan birgalikda ularni o'sha paytdagi bu an'anaga aylanib qolgan odatimiz hozirgacha davom etib kelmoqda. Aytish mumkinki, kutubxona yildan yilga boyib bormoqda. Bu Respublikamiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan ham aholini o'rtasida ma'naviy ma'rifiy ishlarni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilayotganligidan dalolat beradi. Yana bir muhim jihatini aytmoqchiman. Mana Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashi huzurida ijtimoiy sheriklik jamoat komissiyasi bor. Mana shu jamoat komissiyasining raisi sifatida biz joylarda kutubxonalar uchun alohida mablag' ajratmoqdamiz. Kelgusida niyat qilganman, mana shu 2024-yilda aynan mana shu kutubxonaga ham aynan kutubxonalarni ko'paytirish uchun, salmog'ini yanada oshirish, jahon adabiyoti bilan, mumtoz adabiyotimiz bilan yanada ko'proq ta'minlash uchun alohida e'tibor qaratishga harakat qilaman deb o'ylab o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Aslida kitobxonlik keyingi paytda aytilmoqdaki, avlodlar o'rtasida kamayib bormoqda. Biz yoshlarni ko'proq kitobga qiziqtirishimiz, ularni kutubxonaga jalb qilishimiz juda ham zarurdir. Chunki ularning qo'lidagi telefon hamma axborotlarni berishi mumkindir, lekin ma'naviy ozuqa bermaydi. Sababi tilsiz yoki ovozsiz bilim beradigan, ma'naviy ozuqa beradigan, tarbiyalaydigan bu kitobdir. Shuning uchun ham biz o'ylardikki, mana shu yosh avlod kitobdan bahramand bo'lsin va kitobdan ma'naviy ozuqa olsin. Shu jihatdan olib qaraganda Qibriy tumanida yashaydigan juda ko'p o'zimizning mashhur yozuvchilarimiz, shoirlarimiz bor. Ulardan biri Nosir aka Toyirov borlar, Zikrilla aka Ubaydullayev borlar, Abduhamid Fozilov, Oygul Suyundukova, Mahluba Qosimova, Shoisif Miryusufzoda, bularning barchalarini albatta ijodiy kechalarni o'tkazishni ham taklif qilgan bo'lardim. Nasib bo'lsa, albatta mana shu ijodiy kechalarda ham o'zim ishtirok etish niyatidaman. Mana qo'limda hozir Abdulla Qodirovning O'tgan kunlar romani turibdi. Biz bu kitoblarni maktab davrlarimizda shunaqa berilib o'qirdik-ki, agar biz birinchi sahifasini ochgan bo'lsak, keyingi sahifalari tugagungacha, to uni nihoyasiga yetgungacha nima bo'lar ekan, qahramonlarimiz hayoti qanday kechar ekan degan fikr bilan bir kechada hattoki tugatishga harakat qilardik. Hozirgi kunda mana shu yoshlarimiz mayli u hattoki elektron kitoblar bo'lsin, mana shu kitoblarni qo'llariga olishlarini, mana Lotman bosida chop etilgan bu kitob o'qishlarini va bizdek mana shu chanqoq bo'lishlarini istardik. Bu kitoblarni o'qib ma'naviy ozuqa olish, hayotda o'ziga qandaydir bir hislatlarni tarkib ettirish har bir inson uchun kerakdir. Shuning uchun ham doim yuqorida aytganimdek, tilsiz, ovozsiz bizni tarbiyalaydigan bu aynan mana shu kitoblar. Mana hozir jahon adabiyoti bo'limidaman. Mana shu joyda ko'rib turibman, Anjelika kitob turibdi, Gogolni hamda Goeteni Faust asarlari turibdi, Gomerni asarlari, Viktor Gyugoni. Bular bilan biz jahon adabiyoti sifatida tanishganmiz. Ayniqsa mana qo'limda Boylar ham yig'laydi degan kitob turibdi. Buni kinolashtirishganida biz bilasizmi, adabiyotni qanday o'qiymiz? Kinoni ko'rgandan keyin ana shu
kitob bilan qanchalik mos ekan, qanchalik bir-biriga to'g'ri kelar ekan degan fikr bilan ularni bir-biriga solishtirish uchun kitoblarni o'qib chiqardik. O'shaning uchun ham jahon adabiyoti bilan tanishish bizga ana shunday zavq bag'ishlardi. Kinoda qanday berilgan, qahramonlar qanday yaratilgan, ularning hissiyotlari qanchalik berilgan, kitobdachi. Mana shu solishtirish ham insonga juda ko'p boylik, juda ko'p ma'naviy ozuqa beradi. Shuning uchun ham hozirgi yoshlarimiz aynan mana shunday kitob o'qishlarini istardik. Bundan mana bizga kutubxona markazi yana bir yangilik. Milliy kutubxona tarafidan bizga o'sha anaqa Turkiya adabiyotlar durdonalari kitoblar to'plamini berishdi. Bu to'plam 100 jilddan iborat. Har bitta Toshkent viloyatining tumanlariga bu kitobdan 4 ta nusxada berildi. Biz bu kitoblarni kitobxonlarga tadbiq qilish bilan birgalikda albatta o'zimizni qoshimizda ochilgan ikkita filialimizga berdik. Ya'ni bu Chinobod filiali hamda Salat hududida joylashgan, 3-sektorda joylashgan kichkina bu kafemizga berdik. Albatta aholi, yoshlarimiz, katta yoshdagi ustozlarimiz, rabbiylarimiz hammasi bu kitobdan mutolaa qilib, o'qib, o'rganishyapti. Bu kitobni ichiga juda ham bir chiroyli nimalar mujassam bo'lgan. Har bir o'sha turkiy davlatlarga anaqa qilingan shoirlarimizdan, yozuvchilarimizdan kitoblari juda ham bitta o'rin olgan. Hamda bu kitobni chiqarilishi haqidagi taqdimot tadbirida qatnashdik. Qur'on axborot kutubxona markazida umuman shu 100 jild kitobni nashrdan tortib, uni qo'lyozmasini tayyorlagan insonlarni hammalari bilan uchrashib, shu kitob haqida juda ham katta ma'lumotga ega bo'ldik. Hamda shu kunda keng kitobxonlar ommasiga berib kelmoqdamiz shu kitoblarni. Juda ham siz ham bir o'qib ko'rishingizni maslahat berardik. Rahmat, haqiqatan juda ham noyob kitoblar. Noyob kitoblar, har bitta shoirlar, yozuvchilarimizning kitoblari, anaqalar, asarlari shu kiritilgan, juda ham har bitta sonidan bor bizda hammasida. 100 jild, Halima Xudoyberdiyeva deysizmi, Muhammad Yusufmi, hammalarining kitoblari shu yerda mujassam. Ahmad Qoshg'ariydan Ahmad Yassaviylarni mana hammalarining kitoblari bir anaqalarga tahsinga loyiq kitoblar chiqqansan anaqa edi.